Hammaga salom, bugun sizlar bilan makaron charqib tayyorlaymiz. Qizirilgan qozonlarimizga yog' qo'yib, piyozlarimizni to'g'rab olib, yaxshilab qizartirib olamiz. Menda shunaqa kartoshkali nachinka bor edi, o'shani savardim, kartoshka to'g'rab o'tirmadim. Va sabzini to'g'rab solamiz. Pomidor ham to'g'rab, ikkalasini aralashtirib solamiz. Tuz va shunaqa ziravorlar solib, yaxshilab qovurib olamiz. Yaxshilab qovurib olganimizdan so'ng suv qo'yamiz. To'lar-to'lmas qilib. Qozonni lavrolli solamiz. Qozonni baland qilib, rayhon tergani boramiz. Rayhonlarimizni to'g'rab olib sovuramiz va ozgincha qaynab chiqqandan keyin makaron tayyorlaymiz va yana ustini qozonni yopib qo'yamiz. Mana qarabsizki, makaron tayyor.